Assalomu alaykum hurmatli stomatologlar. Hozirgi videomiz ko'rib turgan Diox rentgenni to'liq video taqdimotini sizlarga qilib beramiz. Demak, Diox rentgenimizni ochganimizda buni ustida o'zining kitobchasi bo'ladi. Instruksiyasi hamma informatsiyalar mana shu yerda bo'ladi. Bundan tashqari zaryadga qiladigan blok pitanasi va tok quyadigan simi bo'ladi. Va rentgenning o'zi bo'ladi. Bularni endi komplektatsiyasida shularni o'zi chiqadi o'rtoqlar. Endi Diox rentgenimizni qanaqa ishlatamiz deydigan bo'lsanglar, buni hozir umuman yoqolmaysizlar, chunki buni batareykasi bilan Diox rentgenni bir-biriga ulash kerak bo'ladi. Buni ulashimiz uchun bizga mana shu ko'rib turgan bolt cheladan bitta отвертка kerak bo'ladi. Shu boltni yechiladi. Yechib olib tashlagandan keyin ichida batareykasi bo'ladi. Va batareykasi bilan ulaydigan simi bo'ladi. Qizil qora bo'ladi, o'zini rangiga moslab turib ulash kerak bo'ladi. Agar sizlar mabodo rangini almashtirib olib ulaydigan bo'lsanglar, batareykasi yoki rentgenni kuydirib qo'yish ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun shu narsasiga ahamiyatliroq qaraysizlar. Qizilni qizilga ulaymiz, qorasini qoraga. Demak, ulaganimizdan keyin hamma narsasini joylashtirib turib, shunchaki yopib qo'yamiz yana. Rentgenimiz tayyor, ishlatishga bemalol endi ishlatursak bo'ladi. Demak, 6 xil knopka bor. O'ng tarafda MS, tepa past, on off. Bularni tabiiyki on off orqali o'chiriladi, yoqiladi. O'nni bosib turamiz. Bosib turganimizda mana shunaqa tablo yonadi. Tabloda mana bu nuri, mana bu tish snimkalari shu yerda hamma informatsiyalar berilgan. Endi bizga o'zimizga kerakli bo'lgan narsalar mana bu yerda o'ng tarafda joylashgan. Misol uchun M knopkani bossak, tish formasi o'zgaradi. O'zimizga kerakli tish formasini tanlashimiz uchun S bosamiz. Xohlagan tishimizni tanlaganimizdan keyin yana bitta M bosamiz. Avtomatik tarzda mana bitta nurlar o'zgaradi. M bosganimizda yosh katta, yosh kichkina bo'ladi. Biz o'zimizga kerakligini tanlasak, avtomatik bu yerda ham nur o'zgaradi. Yana bitta M bosamiz. Sensor turibdi hozir. Bu yerdan filmga o'tkazib olamiz. Manual bizga umuman kerak emas. Film agar plyonka bo'lsa, plionkaga bizga hozir sensor kerak. Yana bitta bossak, mana o'chib yonmayapti. Hamma narsa rentgen olishga tayyor o'rtoqlar. Mana shu mana bu yerdagi knopkasi orqali biz bosib tursak va rentgen urildi, snimka tayyor. Mana bu wait kutib turing. Hamma narsa tayyor. Endi buni ishlatayotgan nimaga e'tibor berish kerak? Sizlar e'tibor berishingiz kerak bo'ladigan narsa, rentgenni hammasida ketma-ket urishinglar talab qilinmaydi. Ketma-ket uradigan bo'lsangiz, buni tez kuydirib qo'yasiz yoki tez ishdan chiqarib qo'yasizlar. Bitta rentgen urgandan keyin bir 10 sekund, 15 sekund kutib, keyingisini ursanglar o'zingizga yaxshi bo'ladi. Keyingi narsa shunday holat bo'lishi mumkin. Tish snimkasini urganingizdan keyin tish snimkasi xiraroq yokida qorayib, silishkim ko'p nur berib olgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa holat agar xira chiqadigan bo'lsa, nurini sizlar tepa pastdagi knopka orqali baland past qilsanglar bo'ladi. Rentgen snimkasi xira chiqadigan bo'lsa, parda bo'ladigan bo'lsa, rentgen nurini ko'tarasizlar. Rentgen nuri yetmayotgan bo'ladi. Agar silishkim qora chiqib ketadigan bo'lsa, nuri ko'p berilayotgan bo'ladi. O'shanda o'zingizlar ruchnoy qo'lingizda nurini pasaytirgan holatda urib ko'rasizlar. Boshida ozgincha qo'lga kelishib olishi uchun shu narsaga e'tibor berishingiz kerak. Xudo xolasa bemalol standartga tushib olasizlar. Keyin rentgenni birinchi zaryadga qo'yayotgan nimaga e'tibor berish kerak? Rentgen oldinglar, batareykasi to'la bo'lsa, batareykasini tugatgandan keyin 8 soat zaryadga qo'yib qo'yishlik talab qilinadi. 8 soat zaryadga qo'ygandan keyin keyingilarni zaryadga tugasa qo'yasizlar, to'lsa olasizlar. Boshida qo'yiladigan zaryadga xudo xolasa sizlarga bu batareykani uzoq vaqt yetishiga xizmat qilib beradi o'rtoqlar. Men maksimaliy tushuntirib berdim. Diox rentgenini bu Xitoyda ishlab chiqarilgan, sinovdan o'tgan, O'zbekistondagi eng ko'p sotiladigan va budjet jihatdan ham, sifat jihatdan eng yaxshilardan bittasi hozirgi kunda shu bo'lib turibdi o'rtoqlar.
Mana uch foydalaninglar. Xudo xolasa yaxshi rangga. Agar sizlarga video qiziq bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, kommentga o'z fikringizni qoldirib qo'ying. Ya'ni keyingi videolarda nimani olib chiqishimiz kerakligini aytsanglar, albatta sizlarning fikrlaringizni inobatga olamiz va kanalimizga obuna bo'ling, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xudo xolasa yengillar, birinchisi va nomer 1 yengillar birinchi bo'lib sizga yetib boradi. Salomat bo'linglar.